Birlamchi kreditga xonadonimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum. Sokin makon жилой kompleksdan Lenthouse kompaniyasi qurgan uylardan joyda yana bir marta tanishtirib o'tib ketaman. Sergeli betonkani yo'l yuziga tushgan. Bu taraf Sergeli, bu taraf Zangiotayga qaraydi. Lekin nasib bo'lsa shaharga kirib ketishda arafasida turibdi. 17,5% dan bitta pasport evaziga ostatga 330 million bilan chiqarib beramiz. Bitta xonadonimiz chiqqan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Video davomida uyni ko'rsatib, narx-navolar bilan, kvadratlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Uyimiz 6-qavatda joylashgan. Ko'rib turibsizlar, yon atrofida restoran, korzinka, parkovkalarda muammo yo'q. Ichkarida ham zelion zonalari, bolalar o'yingohlari, hamma qulayliklar bor. Yaxshi xonadonimiz. Uyimizga kirib oldik. Kirish eshigimiz. Sanuzillar alohida joylashtirilgan. Ko'rib turibsizlar bu tarafda sanuzil, bu tarafda hojatxona joylashtirilgan. Koridor ham keng, bemalol mamitga shkaflarni joylashtirsanglar ham bo'laveradi. Bu spalnisi juda katta, keng xonadon. Kvadrati ham 60 kvadrat atrofida, 60 plus minus 60 atrofi chiqadi kadastrlarga. Kadastr dokumentlari ham tayyor xonadonimizda. Bu balkon, 1/3 balkon. Bu tashqari ko'rinishi, mamitga parkovkalar bor. Uyimizda 100% yashashga tayyor holatda turibdi. Hamma dokumentlar aytganidek tayyor. Sirazi nomerga o'tkazib beramiz. Bank ishlari 3 kungacha cho'ziladi. 3 kun ichida bemalol xonadonga ko'chib kelasizlar inshaalloh. Bu taraf zal. Zalning ichiga oshxona qo'shilgan. Studiyniy variant qilib qo'yilgan. Planirovkani o'zgartirib, razdelni qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu xonamiz ham juda katta, juda keng xonadon. Bu tarafda ham duh kontrlar qo'yilgan. Gazlari kelgan, suvlari kelgan. Bemalol yashashlar bo'ladi. Mebel texnika qilib qo'ysanglar, agar ijaraga beraman desanglar, ijaraga bersanglar ham bemalol o'zimizga qo'yib beramiz. Xuddi mana shu xonadonimizdan 15-qavatidan ham bor. Agar bunga pullaringiz sad etmaydigan bo'lsa, 15-qavatdagi narx kelishilgan holatda. Mana shunaqa xuddi bir xil, birga bir planirovka narxga keladigan bo'lsak, 19,500 taqalgan joyi savdo umuman qilolmaymiz, chunki uni taqalgan joyi bilan chiqardik. Sirazi 3 kun ichida dokumentlar tayyor bo'lib, nomlarga o'tkazib beramiz. Notarialni qilib, notariusni o'tkazib beramiz. Bu uyimizdan narxga keladigan bo'lsak, bu 23 ming bilan chiqadi. Yaxshi xonadon, ulgurib qolinglar, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Har bitta sotilayotgan uyda videoga olib qo'yilmasligi mumkin. Telegram kanalim bor. Shunday YouTube kanalim shapkasida turibdi. Telegram kanaliga ulana olsanglar, yangi aktual variantlarni tashlab turaman. Bu uyimiz ham unchalik ko'p uzoqqa bormaydi. Borsa 3 kun 4 kun ichida sotilib ketadi. Shoshilib qolinglar.